bir ettik var. Hoş. Bugün endi hazır sahneye çıkmakçı bo'lgan numurga nisbatan bizning hammamiz yaxshi ko'radigan suyumlik aktyorimiz bizga xo'shallik ato qilayotgan Muhammad Ushuq Pichoq bir gapni deb berdi. Bugün mushu numur uchun akşam yarım kecha 12da asar yozilib, bir kecha uxlamay bugunga ulgurtib tayyorlanibdi. Shunda bo'lganlik uchun bu demakchi o'g'ni biz jafo tortdik demakchi emas. Agar ko'rurmanlarning ko'nglidagidek bo'lmay qolsa, ayibga buyurmasa, tovanchilik bilan umid qilamiz demakchi ekan. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bizning xushalligimiz uchun, bizni kuldirish uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan bu tirishchan yoshlarimizning har qanday tirishchanligi natijasiz qolmaydi deb ishonamiz. Albatta naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlarimizmi o'zlarining eng yaxshi alqi sadolari bilan o'zlarining chipar qizlarga Anar Pishti gruppasiga, TV rastiga, orgofiga bo'lgan muhabbati va yaxshi ko'rishni ifodalaydi deb ishonchimiz komil. Qani, chavak, 1 2 3. Chavak chaldirish sizga qadar ustimi? To'liq olmagan sonliq statistikalarga asoslangan chal odamning alqiniga nurg'unlagan hujayralar yig'ilgan bo'lib to'xtamasdan chavakchilish orqali odamning immun iqtidorini yuqori ko'targan bo'ldi ekan. Shunaqla xirg'andagi sakta, yangilash qatorli kasalliklarning oldini olgan bo'ldi ekan. Shunlashqa do'stlarimiz o'zining salomatligini ko'zda tutib, shunaqla o'zini ayab, to'xtamasdan chavakchilish orqali badanining immun iqtidorini yuqori ko'tarishini tovanchilik bilan iltimos qilamiz. Rahmat sizlarga. Bu sizlarga gapingiz. 掌声有请奇葩鼓励。好，有请，肯定，来人们。